Hozir eng zo'r effekt berayotgan muolajamiz bu ozon terapiya muolajasi. Sochim to'kilyotgandi, oldim, effekti zo'r. Menga bitada ta'sir qildi. Tavsiya qilaman, olinglar. Soch to'kilishi muammosi bilan qiynaladigan ayollarimiz ham, erkaklarimiz ham eng zo'r muolajalarimizdan hozir eng zo'r effekt berayotgan muolajamiz bu ozon terapiya muolajasi. Hozir biz bu muolajani qilamiz va ketidan mezoterapiya muolajamizni qilib beramiz. Ozon terapiya boshga zo'r kislorod beradi. Birinchi o'rinda bitta ikkitadan keyin o'sha soch to'kilishi sirazi to'xtaydi va sochni jonlanadi. Mezoterapiya esa soch ildizini oziqlantirib beradi. Bu muolajalarning ikkalasini birga olganingizda sochingiz tezroq to'kilishi to'xtaydi va yangi sochlar paydo bo'lishni boshlaydi. Qizlarjonlar, bularga ozon terapiya ikkinchi muolajasi. Ayting, bittada nima bo'ldi? Sochim to'kilyotgandi, oldim, effekti zo'r. Menga bitada ta'sir qildi. Hozir yana to'kilishlari ancha to'xtadi. Hech to'kilmayapti, endi yana ham qalinlashsin deb olyapman. Tavsiya qilaman, olinglar. Haqiqatan effekti zo'r. Ozon terapiya birinchi bo'lib o'sha soch to'kilishini to'xtatadi. O'zi odatda 2-3tadan kelgan, lekin bittada ham seziladi. Bu kursi 4 martagina olasizlar.